Bu voqeani aytishga yuragim hali ham dov bermaydi. Men o'sha kuni eshigim tagidan otimdan kelgan xatni topdim. O'sha o'lganidan keyin. Biz u bilan qalin do'st edik. Har kuni u bilan dalaga chiqib o'ynardim. Ammo bir kuni u yo'qolib qoldi va biz uni jasadini topdik. O'sha kuni tunda eshigim taqilladi. Men eshigimni ochsam, pastda xat yotar edi. Men bu xatni ochib qarasam, ichida "Men qaytdim" degan yozuv bor edi. Bu uning yozuvi edi. Ammo u yozishni bilmaydi-ku. Men o'sha kuni juda ham qo'rqib ketdim. Lekin ko'chada hech kim yo'q edi. O'sha kuni yomg'ir ham